Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekanlar, bir mo'min musulmon ikkinchi mo'min musulmonni haqqiga duo qilsa, o'sha duo tez mustajob bo'ladi. Chunki birodariga toli baxt so'rayotgan, birodarini sihat salomatligini so'rayotgan, birodarini bolalarini baxti saodatini so'rayotgan insonga Alloh bir farishtani vakil qilib qo'yar ekanki, u farishta senga ham Alloh shuni bersin, seni ham Alloh taningni sog' qilsin, seni ham Alloh baxtli saodatli qilsin deb farishta u duo qilayotgan insonni haqqiga duo qilar ekan. Yana sarvar olam aytyaptilar, bir odam bir ikkinchi